Yukarıkılık şeyimizden devam et. İkinci betleyle bunu hürmetli vatandaşım. Ne mi dedik? Reyteres agınıtlığa çislağa. Bugün çislağa 2024 yıl 6. ayının 17. gün heptiga düşenbe vatandaşım. Reyteres agınıtlığa yanımın da görsetti. Amerika Cungo stratejilik rekabetinin gün sayın keskinleşiga geçip Washington izil haldı yanı dehli bilen bolgan hemkarlık münasebetini yukarı götürüşke tirişçallık görüşüp geldi. Reyteres Avam Palata Taşkı Münasebetler Komiteti Reis Michael McCowell'ın şanısı bilen alakalılaşıp Hindistan ziyaret doğrusu da haber bir işki izlengende yani haber ilişki izlengende lekin derhal cevap verişemedi. Nancy Pelosi hanımның şanısı Reyteres agentligiga mundaq ko'rsatdi. Ziyoratni ham dalillab berolmaymiz, ham inkor qilmaymiz deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat mahkama va Oqsaroy Davlat bexatarligi komiteti Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbellning Hindistonni ziyorat qilgan mezgilda Dalai Lama bilan ko'rishadiganligi hamda Dalai Lama va Amerikaga davolanishga kelganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning Dalai Lama bilan ko'rishadigan yoki ko'rishmaydiganligi to'g'risida darhol bir javob qaytarmadi. Dalai Lama o'tmishda Amerikani ziyorat qilgan chog'larda ko'p qatam Oqsaroyga berib, her növbetlik Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlarining ko'rishiga qabul qilishiga erishgan edi. Lekin hozirgacha Dalai Lama Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan ko'rishish fursatiga erisholmadi. Reyteres agentligi mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Joe Biden prezidenti Joe Biden bu qatim Dalai Lama bilan ko'rishadigan bo'lsa, bu harakat Beijingni noroziligini qo'zg'aydi. Amerika Jungo munosabatni normallashtirishga izlanayotgan tirishchanliklarga zarba elib keladi. Navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi 6. ayning 12. kuni yangilam 391 parça biletning qo'shilishi 26 parça biletning qarshi turishi orqali shundoq bir ustunlik ichida Tibet bilan Jungo o'rtasidagi talash tortishni hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi mavzuli qonun loyiha ma'qulladi. Diqqat vatandosh, anglab qo'yingmi, ya'ni qayta anglab qo'yingmi? Növbette Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi 6. ayning 12. kuni yangilam 391 parça biletning qo'shilishi 26 parça biletning qarshi turishi orqali shundoq bir ustunlik ichida Tibet bilan Jungo o'rtasidagi talash tortishni hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi mavzuli qonun loyiha ma'qulladi. Bu qonun loyiha 2022 yılı ma'qullangan Tibet siyaset kanuniga ve onun mazmuniga tuzitish kirgizishni nishon qildi. Bu qonun loyiha o'tgan ayning oxirida Kengash palatasi ma'qullashidan o'tdi. Ya'ni 5. ayning 29. kuni atrofida bu qonun loyiha Kengash palatasining ma'qullashidan o'tdi. Shuningdan keyin Oqsaroy yo'llanadi. Oqsaroyda prezident Joe Biden imzo qo'ygandan keyin kuchga ega bo'ladi. Bu qonun loyihasi mundaq ko'rsatildi. Diqqat vatandosh, Tibet xalqi fuqarolar huquqi va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi hamda iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasi ni o'z ichiga olgan xalqaro qonunlardan va o'z taqdirini o'zlari belgilashdan bahramand bo'lishga huquqli xalqdir. Yani o'qiyman, ranjimaysiz, yana bir anglaysiz vatandoshim. Bu qonun loyihasida mundaq ko'rsatildi. Tibet xalqi fuqarolar huquqiy va siyosiy huquq
xalqaro ahdnaməsi, həm də iqtisad, cəmiyyət, mədəniyyət, taraqqiyat huquqi xalqaro ahdnaməsini öz işçiga alğan xalqaro qanunlardan və öz təqdiri özü belgiləşdən bəhrəmən buluşqa hüquqluq xalqdır. Lekin Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin növbətik siyaseti Tibetlilərin bu hüquqni yolga qoyuşuğa yol qoymadı. Amerika Qoşmuş Ştatlarının uzundan beri ki siyaseti şundaq bulup geldi ki Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin vekili bilen Dalai Lama ve onun vekillerinin aldığınki şart koymayan ahval astıda ehmiyetlik bir vasıta söhbet elip berişiğe rağbetlendirip geldi. Amerika Qoşmuş Ştatları ve mesele hal qilish, ixtilaflarını hal qilish, qanun loyihasi izlenishga rağbetlendirip geldi. Lekin qadam diyaloglashishga yetib kelgan bir to'sqinlik shu bo'ldiki, Jungo hukumati Dalai Lama'nın Tibetning azaldan tortib Jungoning bir qismi ekanligini e'tirof qilishini talab qilib turib olganligidir. Demek Jungo Tibet o'tirisida 9 qatim suhbat, Jungolukda qo'ygan talebi Tibet Jungoning bir qismi deysan, anda sözüşümüz. Endi bu şeye kelgende söhbət qandaq bolsa rivojlanadi. Söhbət qandaq bolsa davamlaşadi. Söhbət qandaq vaqt o'ziga xos söhbət bo'la oladi. Biz asta kelimiz bu meseleler to'g'risida vatandaş. Demek Jungo hukumati sen Tibetni Jungoning bir qismi deysan, anda men sen bilan söhbətləşib gördünüzmü? Bu söhbət pozitsiyası emas, qıpqızıl zo'ravonlikdir.